Mana hozir avion mashinasi kelgan ekan. Bunaqa bamperlar joyi singan ekan. Hozir mana shu joyini kesib turib, mana shu yerdan mana shu joyini almashtirib beramiz. Yama beramiz boshqa qo'yib. Bunaqa kusokchasi bor mana bundan. Shunaqa yama beramiz. Bu yoq krылоga bunaqa joy mana miyatina bo'lib kirib qolgan ekan, mana iz bo'lib. Cho'nqircha bo'lib qolibdi. Mana shu joyi. Mana shu joyini chiqarib tekis qilib beramiz. Orqa bamferi ham tep singan ekan, bu yosiga hozir yechib olib yamab mana shu joyini petno sepib beramiz. Shunaqa petno sepadi. Mavlarni qo'yib yama beramiz o'zinikini. Hamma narsa o'ziniki qoladi, radnoy qoladi. Xolos, hozir bamfer yechish jarayonida ketyapti. Hozir bamferlarni yechib, bularni yamaymiz. Yamab keyin gruntovkalab keyin kraskalar beramiz petno qilib. Mana hozir bamferlarni yechib oldik. Mana shu old chassinik ulaydigan joyi. Mana shuni hozir mana shu ulaymiz. Ishdan kesib olib, mana shu yerdan kesib olib, mana shu ulaymiz hozir. Bu orqasini mana o'zmanlari ham mana sinib ketgan ekan, bunaqa bo'lib, mana tiylargacha sinib ketgan. Hozir mashinani ham bir-biriga yopishtirib, mana shunaqa ulab yamaymiz shu yerlarni. Bu yoqlari ham sinib ketgan ekan. Mana shuni yamab, shu yerga petno qo'yib beramiz hozir. Hozir ham qorachasini yechib, birinchi buni yamab, keyin bunisini yamaymiz. Mana hozir bamferimizni mana chassini mana kesib qo'ydik mana. Kesib olib zazorlarni yig'ib qo'ydik mana. Biriga bir tushirgan qo'yib qo'ydik. Hozir endi mana yamaymiz. Mana bu yosini yamab qo'ydik mana. Hozir mana shuni ishqalab o'yib turib, mana shunga ustidan boshqatdan quyamiz anaqada. Fenni eritib turib, plasmas quyib turib, mana shuni ustiga tozalab ochamiz, ariq qilib, ustiga plasmasdan quyamiz. Keyin buni ishqalab turib, gruntovkaga keyin kraska qilib beramiz. Hozir bu yosi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ichidan yamab turib, ustidan plasmasda quyib yamab chiqamiz. Shoflarni yonlarini yopib turib, keyin gruntovkalab kraskalaymiz keyin. Mana avion mashinamiz ham bitdi. Orqalarini bo'yab, yamab bo'yab berdik. Mana yamab qilib berdik, petno tushdi orqasiga. Oldini ham qilib berdik. Oldini ham yamab berdik. Mana oldini holat. Chiroyli chiqdi. İşimiz bitti. Niye gelir topşıramadım mashinani. Mana holat.